Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylariga taralgan musafir Uyg'ur qarindoshlarim, yaxshimisizlar? Men bugun to'rbat ko'rib 2009-yili 7-oyning 5-kuni yozilgan mundaq bir she'rni uchirtib qoldim. Qandaq millat bu Uyg'ur nima desa unamdi? Abduri Ablajon Laylaman. Vatanni deb vatansiz buldum musafir bendimen. Mustaqillik, azatlık yolida baxshandiman. Şunu tarttım nurgun japa, qaldım tümen beşnamgımen. Sen nim desang deli vergin, adetlendim beşnamgımen. Mustaqillik şuarım, kahrim gazap düşmengimen. Kichigimdin qahramonlik dastanini ko'p anglagan. Oğuz Xandın sadırgıca hiç kaldırmay yatlıgan. Kalmadı japa mushaqqat Leyli naman tartmagan. Alemde yoktur karanғы tün hiç vaktini atmagan. Leyli deydu barçını dost bolsa vatan satmagan. Kanını töktük, canını berdik vatanni deb ilişip. Anlı sattık bu vatanni bir bulungda kilişip. Düşman boldi hujayın tuprug'umga erişip. Uyni tashlab sirtqa chiqdik mustaqillik talishib. Endi davo tugamdi Abdunumga erishib. Uyg'ur degan uyushqaq uyushmaysan nimishqa. Yoki sening mijozing yo'l qo'ymamdi bu ishqa deb so'rasang meningdan javobim shu quloq sol. Düşman qolsin tamtirab qiziqmayman bu ishqa. Abdunum deb uyushsam men chiqaman urushqa. Bir çağlarda qo'llari qaparganni olim deb, maktablarga tiqqan biz uni dangliq muallim deb, endi davo ashundaq formulada manamdu, qo'rqinchaqni botir deb millatiga tanamdu, undaq bo'lsa shiitlar dut amoqat bo'lmamdu, qandaq millat bu Uyg'ur nima desa unamdu? Vatanni deb vatansiz buldum musafir bendimen. Mustaqillik, azatlık bulmasa bir gendimen. Milletimde bu şuar çaqlap tursa her zaman içim pişip zerikip bu geplerni demdimen. Amma dava yıkında qo'ldan ketish oldida. Qandaq vicdan yo'l qo'ysin müküşke bir daldığa. Şunu koydum bu fikrimni hammamizning oldiga. Tug'ishingga yo'l qo'yib aldab seni qo'l bersa, bir kun to'liq ishlatib bir soatlik pul bersa, ancha-muncha nazir va chiroqlarga yo'l bersa, sutni ichib Uyg'urcha hukmni Xitoy bersa, shuning bilan Uyg'urning bu davosi tugamdi. Pakar uyning o'rniga egiz bina qurilsa, may chiroqning o'rniga elektrlar yurilsa, maktablaring boshqadan Uyg'urcha bo'lib qurilsa, qizlaringning ishkiriga menishlari to'silsa, shuning bilan Uyg'urning bu davosi tugamdi. Qumluq yo'llar asfalt, kesak uylar betondan, balalarning quzqutuq til anglamay xutundan, gazni qalab osh itib qutulsak biz o'tundan, masjidlarga ketsak biz sahar turib o'rindan, shuning bilan Uyg'urning bu davosi tugamdi. O'z tilingda mungdishib, naqshi aytib kulishib, xutun etgan tomoqni maza qilib yeyishib, o'z tilingga Xitoycha tilni qo'shib so'zlashib, Xitoy bilan birlikda kelgusini kelishib, o'tarsang Uyg'urning bu davosi tugamdi. Sen bu inson kishilik huquqingni qo'g'dig'in, ammo birga yashaymiz chuqum anga unig'in. Ishonmasang bir mezgil bizni sanmu sinig'in, Abdunumni sal ali qilib beray unig'in, debli qo'ysa Uyg'urning bu davosi tugamdi. Vatandugu nim desa ojiz kilib unuduq. Biz urushning o'rniga g'utunduduq, tilliduq.
bölgünçi, senmi hem üç ölgünçi. Xitay bilen birleşip ölüp algın külgünçi. Aldını sen aşındaq rast elini bilgünçi. Adem deme üzerine bunda hamuş yürgünçi. Uygur degen aşındaq aldınıpla jüremdi. Uygur degen milletning bir sözsi bar eken. Xitay degen hamakat tuğdurmaydı deydiken. Undaq bolsa sınыңda fakat bir tal balımı? Dep sorsa yaq mende 11 bar deydiken. Xitaylarning bisimi işip ketdi hadidin. Uygurlar bek namratken ayrılıptı hemmidin. Sen mi şundaq kambag'al bek bichara idingmi? Dep sorsa efendim milyon urtum deydiken. Xabar uchur liqqida to'lib to'shib yetibdi. Uygurlarga ish yo'qkan Xitoy qaplab ketibdi. Senmi ishsiz qiylinib, bola biqib zarlanib, o'tganmiding deganga kongressdan deydikan. Dep yozdi bir muxbir, qandaq degan so'zchi bu? Nima desam bo'ladi deb o'ylamdi o'zchi bu? Uygurlarga foydaliqmi yo ziyonliq so'zchi bu? Qandaq millet bu Uygur tushunmamdi davoni. Yoki bilib bilmasdan talışamdi doimi. Hayot qolsa dushmanga berib qasam zadini. U davoni sas qilib chalsi buzib padini. Tam agishib usulga tushir ekan qolg'ini. To'g deysan bu haqlar nima desa unamdi? Qasam berib dushmanga qo'l ko'tarib oldisa, bu qilqini aqlliq donishmandlik chog'lasa, undaq bo'lsa deb demsan qahramonli shiyitni, dushmaniga tiz tukmay hayotini atsa, to'g deysan bu haqqa nima desa bulamdi? Texi o'tgan kunila mustaqillik ahmaydi. Abdunumni to'lsang butkul jahon yaxlaydi. Amerikalar qo'llasa seni xudo saqlaydi. Sen jahonga baxmasang jahon sana baxmaydi. Mustaqillik ko'ni gap yeni zamonga ahmaydi. Degan shuar ostida bizga qarshi turganlar endi xalqim qo'ygandi, anglab baqay nimdaydi. Yağlık atkan Uygurlar tursi iniq tarixliq. Hatta buni biz emas g'arbliklar tunuqliq. Yeni nima yetmasdan sen ko'tarding xatoni. Xalqimning qinini sen bikarga oqqizding. Xalqaro yuzimiz, obro'yimizni to'kkizding. Sen millatning oldida cho'ng xatolik o'tkazding. Deb so'rasa bu millat cho'ng gunohkor bo'lamdi. Hücreti yok alğanның pulni şundaq yığamdı. Buzub çekip işletip hesabını bermemdi. Yoki millet hamakat hesap kitap bilmemdi. Kim biladi bu pulga paypaq kiyip yüremdi. Oyığı yok putuğa paypaq kiysi Xitaylar. Mana ana halışı dep qo'ngchilab külmemdi. İlinmigan uyları işkiridin taşqiri. Hemmi uyda bir tüşük iş bitmese qaşqili. Uy pulini bergen xalqning kuchi yetmez aşqili. Seni şundaq aldaydı qo'ymichining daşqili. Jigdi tishlab ming ana o'smi qo'ydi dadilar. Sana endi o'rin yo'qdir nomus qilib qaşqili. Ber icazet Leyliga qo'yib uning mayliga. Fikriga quloq sol baho bermay payliga. Sen bu sözde Leylidek, nima desang maylidek. Bo'lsin salmoq fikringda to'xtig'idek cho'yliga. Bir mahal olsam aram men kallamni sagitib. Nimalarni demiding san haqmini tagitib. Mushunchilik deb turay yondin chiqib agitib. Balkim fikrim senlarni sal uyg'otsin sagitib. 2021 yili 16 mart İstanbul.